Vaqtida davolag'asin, jinnipinni bo'lib qolmasin. Toshkentda ham operatsiya qildirgansiz. Quloqingiz orqasida operatsiya bo'lganmiz. Operatsiyadan keyin og'zingiz qiyshayib qolgan, malaka kelib qolgan og'zingiz. Mana kecha Xudodan so'rab operatsiya qildik. Yaxshi bo'lib qoldingiz. Qandaysiz? Dilruz opa? Yaxshi. Yaxshi dam oldingizmi? 19 yil bo'ldi bu kasallik boshlanganiga. Orqasidan ochib operatsiya qilishdi. Yengillik bo'lmadi. Undan keyin Toshkentda tepadan ichidan qirqdi. Ketirdi. Namanganda qirqdi. Undan shu ma'lum bir muddat yaxshi bo'ldingiz xolos, 5-6 oy. Yana og'rishni boshladi. Mana kecha olib kelgan vaqtda qanaqa holatda edingiz? 4 dona karbamazin ichib keldingiz ertalabda, to'g'rimi? 4 ta kuniga. Nima? Og'riqda xolamay qoldi yuram. Og'rimasa ham ko'rdim. Biraz o'yin joyingiz. Hozirlangiz. Mana. Bu yoqqa ko'rsating-da u kameraga. Mana operatsiya bo'lgan joyingizni bir topolmaydi ham siz endi. Qabul olsin. Sizni ham ziyoratlangiz. Xudo xolasa endi og'rimaydi. Dilruz opa. Miyangizdan o'sha narsani chiqaring, og'riqni. Mana kechadan beri ovqatingizni bemalol yeyapsiz. Ertalab nonushtangizni qildingiz. Faqat sizda 19 yillik qo'rquv bor-da. Ha. Yana og'rib qolmasmikin deb hayolingizda qo'rqib turibsiz. Qattiq oldi. Har yilgisidan ko'ra bu yilga qayga boraman endi? Qaydan hayot qilib boraman degan bu yilgisi azob ko'p bo'ldi. Bir ikki kun kutib tursin, qilib beramiz operatsiyasini. Albatta odam ko'proq desam, ketib qolmasin, dedi. Qayerga ketaverasiz? Nariyoqqa ketaveradi, uka deb ular ham qo'rqib qoldi. Manda pichoqni ham olordim. Tavba qildim ming martadan. Bir yerga ota ko'zi erimga joyga ber, o'zim qilaman, bunday qilay, hammang tinchig'in jonim deb aytdim bunga. O'zim o'shuncha qo'rqib qoldim. Mana shunaqa deb ular ham xavotirga tushib qoldi. Shu kasallikni dastlab boshlangan vaqtida davolanish kerak. Davolanishlardan samara bo'lmasa, yo davolanishlardan zeriksa odam, bunaqa paytlarda endi boshqa chorasi qolmasa, biz operatsiyasi qilib beramiz. Lekin biz kim kelsa, men yuzim og'riyapti desa, seni operatsiya qilishimiz kerak deb aytmaymiz-da. Bemor o'zi tushunish kerak. Yo'q, doktor foyda bo'lmayapti davolanishlardan menga aytsa, mayli biz operatsiyasi qilib beramiz. Mana operatsiya qilsak qoladi og'riq, hamma-yu. Lekin shunda uni kim kelsa operatsiya qilish to'g'ri emas-da. Quloqingiz orqasida operatsiya qilgan vaqtda nima bo'lgansiz? Og'zingiz qanaqa bo'lgan? Og'zingiz mana tortib qo'yganmi? Menda og'ir bo'lgan ekan, bittasi uning qizi aytdi. Nima bo'lgan ekan? Og'ir ko'tarolmagan degan. O'shanda og'zingiz mana kelib qolgan. Og'zim kelgan, hamma yo'l zo'r. Da menga hech yaxshi degan. Lekin hozir asoratni qolganda, endi chizni ko'rsating-da. Mana qara, kameraga qarab ko'rsating. Ha, chizni ko'rsatsangiz monoterapiyangiz ochilmaydi og'zingiz, to'g'rimi? To'g'ri turing-da, kulmasdan. To'g'ri turing, chizni ko'rsatmay turing. Ha. Endi ko'rsating-da chizni. Mana. Bu yuzingizni bu tarafida ko'zingiz yaxshi yumilmaydi, bu taraf. Yuming ko'zingizni. Ha. Bu bir tarafi yaxshi yumilmaydimi? Sal yaxshi yumilmaydi. Vaqtida davolag'asin, jinnipinni bo'lib qolmasin. Dorini ko'p ichib yoribsiz-da juda. Kuniga 8 tagacha ketgan ekanda. 9 ta ham cho'radim. Og'rimasa bo'ldi. Dunyoingiz obod bo'lsa, agar men duom tiysa, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, sog' salomat, farzandlaringiz baxti kamolini ko'ring. Sizga ham jannatni eng kuchli darajasining joylaridan sizga ham joy ato qilib qo'ysin Xudo. Hamma masjidlarga shifo berib yuring. Yumshoq gapingiz uchun minnatdorman. Shunday tillar, chehrangiz, yuzi hech xayolimdan ketmaydi bir umr. Ikki dunyoingiz obod bo'lsin. Aytaysiz. Kechasi bilan ham duo qildim. Chehrangiz ko'zimdan ketmaydi. Bu akamlarday muomala qildi, shunday inson deb o'ta xursand bo'lib yotdim.